inson o'zini boshqalarga o'xshatish ichki mag'lubiyatdan darak beradi. Shariatimiz esa hech qachon musulmonlar o'zlarini mag'lubiyatini izhor qilishni xohlamaydi. Ya'ni odatda zaif kuchliga ergashadi, taqlid qiladi. Ya'ni zaif kuchliga taqlid qiladi. Nima uchun yosh bola masalan otasiga taqlid qiladi, nima qilsa qiladi, shuni oiladagi eng kuchli yoki boshqa shaxs deb biladi, o'zini har bitta qilgan ishlarida shuni o'xshatishga harakat qiladi. Demak, hozir nimalar musulmonlar o'zini kofirlarga o'xshatishi, ular qanday kiyinsa, qanday yursa, shunday yurishga harakat qilishi, o'zini mag'lubligini izhor qilish bu, e'lon qilish. Biz sizlar oldinglarda mag'lubmiz deb e'lon qilish bo'ladi. Agar haqiqatda ya'ni shunday bir payt kelib musulmonlar zaif, kofirlar kuchli bo'lib turgan payt bo'lgan taqdirda ham, lekin buni siz e'lon qilmang buni. Siz e'lon qilmang. Bu zaiflik zaifligini yana ham oshiradi. Ikkinchi tomonni yana ham quvvatiga quvvat qo'shishga sabab bo'ladi. Agar siz buni shularga ergashib ketib, bo'ldi butunlay o'shalarga taslim bo'lganingizni bildirgandek bo'lib qoladi. Shuning uchun har bir ummatdagi oqil kishilar dushman bo'lgan qavmga ergashishni qaytaradi xalqlarini. Umuman ularga o'xshatmanglar, ya'ni urf-odatlarda, boshqasida ularga taqlid qilmaslikka chaqiradi.